bilishimcha 20 tadan ortiq davlatda nafaqat sarguzasht qilgansiz, yana bundan tashqari yashagansiz. Yashab Shu keldim. to'g'ri gapmi? Bizning sarguzashtlarimiz yashashsiz sarguzasht bo'lsa, poverxностный nima deydi o'zbekchasiga? Yuzaki. Yuzaki sayyor sarguzasht bo'ladi. Aha. Men sarguzasht qilganimda majbur bo'lganman yashashga u yerda. U mamlakatlarda. Negaki ularning mana bizda sufiy bidodalarimiz bo'lgan, opa-o'g'illarimiz bo'lgan, ilgichi opalar bor. Burun quloqdan narsa tortib olib odam tuzatadigan psixoterapevtlarimiz bor, narodniy psixoterapevt. O'shaqa odamlar bilan gaplashish uchun u mamlakatga ko'chib olib bir necha oy turish kerak bo'lardi. Negaki o'zimizga o'rgatib, biza tashqaridan kelgan odamlarni bizani titrashimiz, vibratsiyalar titrashimiz boshqacha. Ko'p mamlakatlardagi vedun, koldun, volshebnik, yana nima jodugar yoki nima deydi, sihirgar degan odamlarni ko'rib, o'shalarning ilmini o'rganmoqchi bo'ldim. Negaki bularda ko'plari shaman bo'lgan bilan ularni davolaydigan kasallari doktorlar davolamaydi. Mutlaqo davolash yo'q degan joyda u odamlar qidirib, o'shaqa koldunlarni, volshebniklarni qidirib davosini olib ketadi. Lekin juda bir ajoyib holdir. Dunyoni kezib yana bu mamlakatni bu nasionalitetni ichiga kirib orqa tomonidan sezish juda bir ajoyib narsa ekanda.